Hey yo, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Wizcard. Obunachilar, bugungi video sizlar bilan usta hayoti ikkinchi qism. Obunachilar, bilasizlar, o'tgan videoda mashinani urib oldim. Mashinamni tuzattirdim, u odamni ham mashinasini tuzatib berdim. Keyin uzoqdagi ustaxona bu yoqqa ko'chib keldim, bu yoqni ijaraga oldim. Keyin masjidga ko'chib keldim. Algincha hichot tutdi, o'shanga ahamiyat bermisizlar. Mana endi hozir menga BMW M8 kelgan. Chotchilib ketgan mashina. Shuni menga egasi tashlab ketdi. Bu vash chotchilib ketgan mashina bor. Tez ketayotganda mashina qo'chonda kirib ketgandi. Mayli, o'zim mashinam qattiq desanglar bitta o'rtog'im haydab ketuvdi. O'shanda ro'stlay. Endi buni tuzatib videoni yoqaman. M8 bitdi. Endi uni egasi kelib olib ketsa bo'ldi. O'zi ham 2 kun ishlanmadi. Ba'zir hamma narsasini almashtirib, cho'tka qilib bitkazib berdim. Endi buni bitta ovozdan eshitiladi. Cho'tkiligini ko'rasizlar. Lekin buni orqa tarafga qo'yib qo'yamiz. Bu mashina bo'ldi, to'xtatdi. Endi sekin uyga ketiraman. Bu yerda kechki smenada odam ham bor. 2 kun ishlanmadi to'xtamasdan. Endi bugungi odam kelgan kechki smenaga. Men uyga ketdim. Obunachilar, xayrli tong hammaga. Bugun ertalab bo'ldi. Uydan kelib oldim ishxonaga. Uydan kelib oldim. Yana bitta jackpot kelib qopti mana. Bu anundan ham battar bo'lib ketibdi. Nima, hamma bosadigan bo'lib ketdimi? Hamma qaranglar, urib qochganmi kimdir? Voy, bu zo'r qopga olishdi o'zida. Mayli, kechagi BMWdan olgan pulim bundan 2 barobar olaman. Mayli. Keyin o'tib ketgan bo'lsa ham xotin-qizlarni 8-mart bilan tabriklayman. Bo'ldi. Sovg'a yo'q ekan. Video anchadan beri chiqmayapti, chunki YouTube'da qanaqadir xatolik bo'lyapti. Keyin yana prosmotrlar ham tushib ketdi, 34 mingta prosmotr просто tak tushib ketgan. Endi video chiqarishga harakat qilaman. Qanaqadir xatoliklar bo'lyapti, nimadir bo'lib qo'yapti-da. O'shaning uchun mayli, bu mashina zapchastlarni zakaz qilganman, tezroq kesib almashtirib qilaman. Ungacha sizlar bilan gaplashib turaman. Lekin bu ustaxonani ham arendasi to'lab olganman. O'ziga endi ko'chib kelgan bo'lsam, mashinamni eng qiziq o'rtog'im hali ham olib kelgani yo'q. Kechagi BMWdan aytgancha $2,5 ming oldim. $2,5 ming. O'sha uyimga yaqin-da, o'tcha yaqin emas, uni bo'laveradi. O'zinglarda nima gaplar? Maktab nima gap? Do'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Keyin video YouTuberlar bo'lsa, kontentni bosasizlarmi? Voy, bu nima bo'lib ketgan-ey? Amına qaranglar. Nimadir bo'lib ketibdi. Buni egasi buni tuzatib turib sotadi-da. Shu
Bilmadim endi. Zakaz kelyapti yo'lda. Mayli, buni tuzatib bo'lib videoni yoqaman. Bo'ldi obunachilar, bunga ham ancha vaqt ketdi borib. Qiynalib ketdim. Nima? Mana mashina shu yerda egasi mana buni kimlar degan endi? Mana egasi qarorchi menga pul tashlab berdi. Nech pul bo'lisizlar? Boy 2,5 ming olgan bo'lsam, unga 6 ming oldim. Yana qo'shib berdi kamiga. Chunki buni tezroq berdim, zapchasti tezroq keldi. Shuning uchun endi ana mashina o'rtog'im olib kelish kerak. Olib kelsa, uni ham sotaman-da, bir 6 mingga sotib olib, yangi mashina olmoqchiman. Shu zapchastdan zakaz qilaman. U mashina o'zi menga kerak emas. 6 ming, 7 mingga sotib olaman, keyin yangi mashina olaman. Mana hozir men bitta ovqat yeb kelmasam bo'lmaydi, qorong'ich. Keyin nima bo'lyapti ishlar? Yaxshilar. Shuningdek, obuna bo'lib qo'yinglar, obuna, like bo'linglar. Mingta bo'lamiz. Mingta bo'lsa, endi admin yo'q qoldi. Admin bilan ishlar bilan bo'lib Telegramga ham kirmayapti-da. O'sha bitta full akkaunt qildirardim-da. O'shandan podarka qilardim. Mingta bo'lsa, keyin aktivga ham qaytaringlar. Birinchi videoda 70 ming, 80 ming aktiv bo'lib ketdi. Shunaqa qilinglar. Keyin video yoqotdimi sizlarga? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Masalan, men o'zi har kuni kontent qilgim keladi. Qilaman desam nimadir problema bo'ladi deyish. YouTube bo'ladi, yo'q bir parking kirmay qoladi. Nimadir bo'ladi deyish. Hozir men ovqat yeyman, o'rtog'imga telefon qilib shotga chaqiraman. Mashina keyin bozorga borib sotaman. 6 mingga qo'yaman, chiqqani chiqdi. Yoki 7 mingga qo'yaman. Ovqat yeb olib keyin video yoqaman. Obunachilar, men ovqat yeb chiqdim. Mashinani o'rtog'im o'zim olaman deyordi. O'shaning uchun 6,5 mingga sotdim mashinani ham. Keyin bitta oldin klientim bor edi. Unga W201ni qilib berdim. O'sha klientim pul kerak deganiga arzonroqga mana sotib yubordi. Undan nomer taqdim. Hozir balonlari ana eskirib yedirilib ketibdi. Hozir yaqinda yangi balon taqdim. Ana chotki tonirovkalari bor. Diskalari ham chotki. O'z mashina chotki. Men bu mashinani stage tour qilib berdim. Mana hozir yurishlarni ko'rasizlar. Kakach benzini ham kam ekan, benzin qo'yib kelamiz. Tezligini ko'rasizlar. Bitta gaz bilan chotdi. Stage tour shunaqa tez yuradi, o'shaning uchun qizil. Shu mashinani oldim. Endi bu mashinada aylanib yuraman. Yana yonimda pul qoldi, chunki bu egasi pul kerak bo'lgani uchun arzonroq sotib olaman dedi. Ye. Nima qildi? Jinnim bu ko'rdingizmi? Mamutdan kelib turib. Yani. Tush mana yoqqa. Doktor bilan endi razbor qilish kerak. Bizni chaqiramiz hozir. Voy, charchab ketdim bunachilar mana. Ne bo'ldi? Endi gai chaqirdik.
Ozgincha u bu narsa bo'libdi, mayli, egasi shoshayotgan ekan. O'shaning uchun ko'proq pul berardi. 5000 berdi, lekin meni rasxoti 1000 bo'ldi. Mayli, yonimga qolgani. Endi uni berib beraman. Ko'p emas, ozgincha sizga. Lekin olib chiqsam, lekin borib istish to'g'ri vashtirda bor. Qaraydi. Ko'rasizmi, уже 100 ga chiqadi. Vashshe bor. Lekin ana odam to'g'ri kelib turib urdi-yu, shundan mamnun o'ynatdi. Sağ qoldi. Drifuk ketdi. Shundan o'ynatib turib, bang turdi. Bilib, tezligina driftlab ketdi. Ağrı. Ko'rasizlar? Endi usti bunaqa mashina dersa boshqacha bo'lar ekan-da. Hop, şu odamlar ham bor, jabi parasatdi. Kim bizi qo'ysa. Mayli, bu qo'yilganigacha men bitta magazin kirib ketdim. Oho. Red Bull yo'q ekan. Red Bull bo'lsa olardim. Mana video qilib chiqaymi? Tabriklaylar. 14 yoshimda o'zimga mashina badalka qildim. Zo'r joylar. Sekin o'tirib. Sekin haydash kerak buni. Sal qotib turib yuborib. Klient kelish kerak edi. Klient. Yana drift ketadi. Tez borish kerak. Lekin shogird olsammikin, nima deysizlar obunachilar? Shogird olsam, yana qo'yib beradi. Yoki mana bu joy pulim bor sotib olishga, sotib olib turib, sotib olaman de. Sotib olaman de bu joyi arendaga berib qo'yaman. Qani. Bitta kompyuterlari ham bor. Ko'rasizlar, ventilyatorlar yoqib qo'yganman mana. Kompyuter, lampa, telefonlar, короче, biznesmenman-da shunaqa. Bo'ldi, короче, bu joy egasiga telefon qilib arendaga beraman. O'sha mana charchadim bor, mashina tuzataveraman. Mana eski ballonlar. Qaranglar, yedirilib chirib ketgan. Bu elikimkin. Turishini qaranglar, mashinamni. Lekin zo'r narxga oldim bor. Kimdir shogird tushmoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shogird olaman bitta. Shogird emas, bu joy sotib olib arendaga beraman. Bo'pti, arendator. Bo'ldi, mana shu arendaga berib qo'yaman. Yonida mo'ykasi ham bor. Kelasi alohida qo'yaman. Mayli, kimga shunaqa joy kerak bo'lsa, kommentariyada aloqaga chiqaverasizlar. Arendaga beramiz. Hammaga xayr bo'ldi. Obunachilar, video tugadi. Chunki ancha vaqt bo'lib ketdi. Keyingi video tezroq chiqishi uchun har doimgidek 50 ta like. Keyin sizlarga bitta kanal bor. O'shani Telegram kanalimga o'tsanglar, silkasini tashlab beraman. Eng arzon sifatli dizayner
Glitzo degan bola bor. O'sha arzon va sifatli qiladi dizaynlarni. Narxi ham arzon, sifati chotki, muomalasi chotki. Buni yozasizlar. Yoqmaydigan joyi bo'lsa aytasizlar, to'g'rilaveradi. Yoki qanaqadir nimadan tashlab bersanglar qilib beradi. Logo, avatarka, banner, hamma narsa qilib beradi. Mayli, xayr.